Всем привет! Bugun bubble tea ichim keluvdi. Shunga OK Martda bor ekan. O'sha yerga bordim. Narxlari bor. Grand Miro tepasidagi magazin kirsanglar morojnilar bor. Koreyskiy morojnilar. Voy, bultak sosli deysizlarmi? Voy, choyli, o'zbekcha choylar ham bor ekan даже, bilasizlarmi? Chamchi deysizlarmi? Parashok, marashok, shampun, qo'l yuvadigan hamma narsa bor ekan. Ana bilasizlarmi, Koreyada paytim yoqani oqartiradigan narsa bor edi. Qizil narsa, o'sha narsa bo'ladi. Soklar bor ekan. Voy, kir sovunligacha даже bor ekan. Daraman ko'radigan o'rtog'inglar bor-u, shu videoni yozib qo'ysalar, "Bananoviy moloko" deb baqirib yuboradi bor-u, vashe. Shokolad, mochi, hamma narsa bor. Ayniqsa daramanga yotib olib ko'radiganlari bo'lishsa, aytsanglar, ramyon tayyorlab yesanglar bo'ladi desa, shundan mana shuni ko'radi-da, yugurib kelishadi. Boshiga chaqib yesa bo'ladigan tuxum ham bor dedi, ko'ryapsizlarmi? Cho'pli, vilkali, tovoqlarni hammasini yuvib qo'ygan ekan. Til magazin yaxshi-yu, lekin bubble tea yomon ekan. Bubble tea ichmanglar, boshqa narsa ovuringlar. Bye.